Mashhur Amazon biznesining asoschisi Jeff Bezosning bitta gapi bor. Be stubborn on the vision and flexible on the details. Ya'ni Jeff Bezos aytayapti, biz maqsadimizga intilishga qattiq jiddiy qaraymiz, lekin detallarni o'zgartirishga biz moslashuvchanmiz. Detallarni o'zgartirish uchun esa biz sonlarga asoslangan holatda xulosalar chiqaramiz. Ya'ni bitta intervyusida ko'rishingiz mumkin, ular aytadilar, Amazonni boshlanishida 3 xil biznes metodlarni tanladik va ma'lum bo'ldiki, sonlar asosida ma'lum bo'ldiki, birinchisida unchalik yemadi, ikkinchisida marja kam bo'ldi, uchinchisini qo'llaganimizda qarasak, pokazatellar ko'rsatdiki, biz endi to'g'ri yo'lda ekanmiz va shu biznes, shu sonlar asosida, shu decision asosida yurganimizda biznesimiz yaxshi modelga keldi. Ya'ni buni chiroyli so'zlarda aytganimizda data driven decision making, ya'ni sonlarga, ma'lumotlarga asoslangan holatda qaror qabul qilish metodologiyasi. Bu narsani biznesingizda qo'llashingiz uchun sizga aniq sonlar, aniq dashbord, aniq ko'rsatkichlar kerak bo'ladi. Bu narsani qanday qilamiz? Bu narsada Odoo'da qanday joriy qilamiz? Sizni biznesingizda bu qanday sonlar chiqarib berish mumkin? Bugungi videomiz shu haqida. Ekraningizga e'tibor qiling. Bu o'sha mashhur sizga joriy qilingan Odoo tizimini asosiy sahifasi. Bu yerdan bu gal endi panel upravleniya yoki dashbord bo'limiga kiramiz. Dashbord bo'limi bu sizni biznesingizga qanday Odoo modullari joriy qilingan bo'lsa, hammasi bo'yicha ko'rsatkichlar, savdo bo'yicha, skladingiz bo'yicha, покупкаларingiz bo'yicha, xodimlaringiz bo'yicha, finans bo'yicha, logistika bo'yicha umuman hamma sonlarni bitta bo'limga yig'ib berib, bitta отчетный center qilishga harakat qilingan joy. Birinchi kirishingiz bilan albatta bu biznesning yuragi bo'lmish sotuvdan boshlanadi. Sotuvda shunday sonlarni ko'rishingiz mumkinki, bu sizga hozirgi holat qanday ketayotganini bitta sonlar bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir sonlarga e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Birinchisi bu qanchalik bu B2B sotuvlarda ish beradi. Eslatib o'taman, B2B ham, B2C ham bitta platformada, bitta ekosistemada bo'lib o'tganligi uchun bu yerda kommersiy предложениялар qancha berildi, ya'ni nechta savdo taklifi berildi, shundan оформить qilindi, ya'ni yutib olingan lidlar ko'rsatib turibdi. Undan kelib chiqqan dohod nech pul bo'ldi, undan umumiy o'rtacha chek nech pul bo'ldi. Aynan shular asosida savdo qanday ketayotganligini kuzatishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu Odoo ko'rsatayotgan instansimda bu demodan turibdi, testoviy ma'lumotlar turibdi. Shuning uchun ham may, iyun oylari bo'yicha ko'rsatkich turibdi. Agar sizda yillar davomida sonlar yig'ilsa, mana bu dinamika ko'rsatkichlar boshqacha bo'ladi, jonliroq bo'ladi. Agar quyiga tushib boraversak, eng yaxshi savdo takliflarini kimlar qilgan, kimlarga qilingan va undan dohod nech pul bo'ladi. Undan keyin eng yaxshi zakazi na продажу, sotuv zakazlari qanday bo'ldi? Bu narsani birinchi 10 taligini ko'rish mumkin. Agar chuqurroq, yana ko'proq sonlarni ko'raman desangiz, istalgan отчетga kirib turib, ichiga kirib, umumiy ko'proq sonlar, ko'proq ko'rsatkichlarni ko'rishingiz mumkin. Albatta, bularning hammasi o'sha aytib o'tganimdek shunchaki Excelcha bo'lib qolmaydi. Ichiga kirib, har bitta detallarini nazorat qilishingiz, o'rganib chiqishingiz va albatta shular asosida qaror qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana qanday sonlarni ko'rishingiz mumkin? Sotuvlaringiz agar xalqaro bo'lsa, xalqaro darajada yoki O'zbekiston bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, uning viloyatlari va tumanlarini bu yerga biz qo'yib berishimiz mumkin va shu asosida qaysi regionda bizani sotuvlarimiz kuchliroq ketyapti. Shunga qarab turib, savdo bo'limingizning strategiyasi, marketingingizni strategiyasini, targetingizni, auditoriyasini tanlashingiz mumkin. Va undan tashqari sizda ko'pchilik bizneslarda SKU ko'p bo'ladi, 8000 xil, 10000 xil tovar sotayotgan bo'lsangiz, aynan qaysi tovar ko'p sotilyapti? Bu yerda o'shani sizga avtomatik analiz qilib chiqarib berishi mumkin. Siz buning uchun endi analitiklarni ishga solishingiz, buxgalteringizni qiynashingiz, finansingizni qiynashingiz shart emas. Onlayn o'zi hisoblab turadi. Faqatgina to'g'ri ma'lumotlar kirgizilib, to'g'ri ishlatilinsa bo'ldi. Dashbordlar ko'rsatkichi lучшие klienti, eng yaxshi klientlar. Bu qayerdan keladi? Qanday hisoblanadi? Sizga eng ko'p pribul olib kelayotgan klientlar. Mana masalan, mana bu klientimiz 9 ta zakaz bilan sizga ko'proq dohod beryapti. Chem mana bu ikkinchi klientda ko'ra 30 ta bilan kamroq dohod olib kelyapti. Shunday klientlar bo'lishi mumkin, ko'p savdo qiladi, lekin dohodi kam. Yoki shunday klientlar bo'lishi mumkin, ko'p savdo qiladi,
bo'lib to'lashga qilib yuboradida, shunisi bilan marjinalность pasayib ketadi. Ya'ni vaqt o'tgan sari pulingizni qiymati pasayadi. Shularni ham avtomatik hisoblash xususiyatiga ega. Va undan tashqari sizda aytib o'tganimdek SKUlar ko'p. Aynan qaysi turdagi tovarlaringiz ko'p sotiladi, o'shanga qarab biznesingizni keyingi sotuvlarni aniqlashingiz uchun lучший kategoriyani sizga ko'rsatib beradi. Eng ko'p sotiladigan kategoriyalar, zakazlar nechta va dohod nechtaligi. Va asosiy e'tibor bergan bo'lsangiz, dohodga beradi, zakazlar soniga emas. Lekin bu narsani to'g'rilashingiz mumkin. Video oxirida men ko'rsatib o'taman. O'zingiz uchun yangicha dashbordni qanday qilib osonlikcha programmist yordamisiz, buxgalter, finansist yordamisiz o'zingiz qurishingiz mumkinligini ham albatta ko'rsatib o'taman.